qiz qal'asi. Gulzira tekshirish natijasi bor sumkasini chingida mijiqlab qo'ydi. Uyga berib aytib beray. Qaytib ketayli. Dedi u yana tishini tishiga tishlab turib. Gulzira azaldan olimning orqasiga kirib boqmagan. Uning o'ynashlari bilan, uning ichishlari bilan, uning kayib sapolari bilan, uning kimlarga orlishlari bilan orliq saqlab kelgan. Bu uning tunji qitim olimni izlab kelishi hamda qattiqroq talaffuzda gap qilishi edi. Olimga uning gaplari yanala uni boshqarayotgandek tuyg'u elib keldi. Ko'mayyotamsan. Mehminim bor meningki. Gaping bo'lsa davagan. Bu men gap qilishga mos kelgudek so'rin emaskan. Dedi u beshini tik tutib turib. Eng yaxshisi, men qaytib ketay. Siz mehmoningizni obdan kutib eling. Katta mehmonlaringiz ranjib qolmasin yana. Gulzira o'rnidan turganicha sumkasini elib ishga qarab mangdi. Uning oldida shunchalik mag'rur qiyofatda mang'ini bilan ishikdan chiqishig'ila oralli turgan ko'z yoshlari kalkun kelgandek etilib chiqdi. U ishikdan chiqishig'ila olim choy istakonini zarb bilan ishikka qartib otdi. "Oyay, ochiqlanmang olim", dedi yenidagi qiz yilondek to'lg'anganicha uni quchoqlab turib. "U kessa, mana men bog'u." "Senmi chiq? Yo'qol ko'zimdan", deb vaqirdi u. Ammo bu qiz Gulziradek nozik emas. Bundaq gaplar uningga ta'sir qilmaydi. Olim ochiq bilan uni silkivatgandan keyin to'ldirib bir rumka qo'yib, ko'tiribla ichivatdi. Aslida boya u qiz uning yonida emas edi. Faqat Gulziraning o'zini yaxshi ko'radigan yoki yaxshi ko'rmaydiganligini bilish. Uning o'zini kunlaydigan, kunlamaydiganini bilish uchunla u bu qizni atayin chaqirib kelgan edi. Uning nazarida Gulzira uni boshqalardan kunlaydigan, qizg'inadigan bir hujayra rostilla yo'q edi. Gulziraning hech bo'lmagandek qiyofati, beshini tik tutib, uni mansitmagandek so'g'uq kulib qo'yib chiqib ketishlari olimning shirkini qon qilavetgan edi. "Qarama buni, nemisiga cho'ngchilik qiladi. Nihoyatda bir qalandarning qizig'i", dedi u ochiq bilan. Endi uning yenidagi qizg'imi mayli qolmagan edi. Oqidan ichib, birdamdala g'arq mast bo'lib ketdi. Arqadan qizning bir ishorasi bilan bir mulozimatchi bir qop tamakini uning oldiga qo'ydi va chiqib ketdi. Olim tamakini chekkan siri tanlari yeniklagandek, o'zini osmonda uchayotgandek yenik his qildi. Endi Gulzira va muhabbat deganlar allaqachon uning yodidan ko'tarilgan edi. Bu kecha olim uyga qaytmadi. Gulzira azob ichida bir kechani uyqusiz tong otqizdi. Endi u zodi qanday qilish haqida bir qarorga kelolmayotdi. Olim asta yo'ldan chiqib ketgan. Endi uni qaysi usul bilan qaytirib kelish Gulziraning qo'lidan kelamdi yo'q, uni bilmaydi. Qo'zig'idagi boladilla umid kutayotdi. Ashu bola uchun xo'rliqlarga chidashqa bir amallarni qilib, yana olimni qaytirib kelishga tirishmoqchi bo'ldi. Ishqa borgandan keyinmi kayfiyati toza yaxshi bo'lmay qoldi. Arada uningga telefon keldi. Telefon notanish nomerdan kelgan. "Voy, yaxshimisiz?" deb telefonni oldi Gulzira. "Mening ismim Axtarnisa. Tunugun olim akam bilan ikkimizni siz ko'rgan", dedi qarshi taraf. "Ishingiz bormi?" dedi Gulzira o'zini zo'r g'ayrat bilan tutib elib. "Men sizni oningdan qachon ayrilib ketirganligingizni so'ramoqchi bo'lib telefon qilib edim. Men oningdan nemishqa ayrilib ketgandekman", dedi Gulzira ochiq bilan. "Ayrilish to'g'ri kelsa, siz ayrilib keting. U degan mening erim",
Öz eringizni tutib qalamay turib, bundaq deyishga xijil bo'lmamsiz? Xijil bo'ladigan odam dalsiz. Nimandaq tarbiya ko'rmagandek gap qilasiz? Voy, Alim akam menga hammani aytdi. Onun sizga ko'ngli yo'q ekan. Siz onunga yaramabsiz. Shunga men o'tirga chiqdim. Bo'lmabdimi? Shundaqmi? Ondaqda o bu gapni o'z og'zi bilan menga desin, dedi Gulzira chidab turib. Voy, nimandaq gap tushunmaysiz? Hozircha mening bo'yimda ba. Bala, Alim akamning. Siz eng yaxshisi uyni bekalab, vaqtida oningdan ayrilib keting. Alim akamning gap qilmag'ini sizning izzitingizni qilg'ini. Ya o qo'g'lab chiqarganda ondan chiqamdingiz ya. Gulziraning eng oxirgi umidlarimi chul-chul bo'lib ketdi. U telefonni tutqanicha gangirab turadi. Qiz uningga yana nimalarni dedi, uning esida yo'q. U telefonni qo'yibdi. Yoki qarshi taraf qo'yibdimi? Buni bilmaydi. U shundoq o'ylaydi. Alim rastilla buzilibdi. Rastilla yo'ldan chiqibdi. Alim oshnasidan bola tepib olibdi. U etilib chiqishga tayyor turgan ko'z yoshlarini zo'rg'a yutibdi. Endi uning xush xabarni Alimga aytqisi kelmadi. Necha kun musha tariqada o'tdi. O'ylanish orqali Gulzira ajrashish niyatiga keldi. Bir-birini qiynab yashaganning hech bir ahamiyati yo'q. Bola mening. Shunga uning deb o'ltirishimning zaruriyati yo'q. Biz ajrashib ketaylik, dedi u, yerim kechada mas kelib, atigan ishga bordigani uchun majburiy o'rnidan turgan Alimga. Aşı kundan boshlab Alimning yiliqi tamakiga xumar bo'lib, to'g'roq sardan kelanmaydigan bo'lib qolganini Gulzira tehi bilmaydi. Ha, aslida shundoq planing bor edi. Shundaqmi? dedi masliga to'liq yechilmay kallasi garang turgan Alim. Shundaq. Aslida ajrashmoqchidim. Men uy tutish uchun to'y qilmagan. Vazifam endi oyoqlashgan o'xshaydi, dedi Gulzira ta'niq qilib. U davomliq shundoq zahardek so'zlarni qilishga amroq edi. Alimni yaxshi ko'ratdi, oshkorlamaydi. Alimni boshqalardan kunlab, kechalab uxlamaydi, ammo chondirmaydi. Uning bo'ynining qattiqligi, jahilligi Alimning jahlini qatiratdi. Ma'qul. Men seni murodingga yetkazib qo'yay. Shundaq deb chiqib ketdi Alim. Endi uning xizmatga mubog'isi kelmadi. Mijozi yo'qligini aytib, bo'lim boshlig'iga telefon qilibla yana dardini yeniklatish, o'zini barliq xafalıqlardan xoli qilish, hayotning huzurini surish uchun to'g'roq zarga ketdi. Ancha uzoq qolmayla ikki cho'ng uydagilarga maslahatmi qilishmay, ular ajrashib ketdi. Qizil qog'oz birdamdala oq qog'ozga almashdi. Kelishamadik, dedi Gulzira. Kelishamadik, dedi Alim. Ularning talashadigan hech nimasi yo'q edi. Bir uydan chiqqan ikkaylan oq qog'ozni ko'tarishganicha boshqa yo'nalishga qarab mangdi. Her ikkisining azoblari shurikiga patmaydi. Ammo chiqishmaydigan bu bir jiplardan birasi orqaga qarab qo'yishqimi bo'yni qattiqlik qilishdi. Ular bir-birini yaxshi ko'ratdi. Uning bilan yashagan 2 yildan beri Gulziramo o'zining Alimni asta-asta yaxshi ko'rdig'ini bayqagan edi. Aslida bu muhabbat bir 2 kunlik muhabbat emas. Nihoyat uzoqdan beri ularning bir-biriga mehriba edi. Ular o'ttirsida ashundoq oshkorlashni, tan elishni xolamaydigan muhabbat asosi bor edi. Ammo tushunishmaslik sababidan bir-birining hayotidan chiqib ketishdi. Bu qitimliq ajrashib ketishni Gulzira avval talab qilgani uchun Alimmo g'ururiga elib
yalvurg'isi kelmay nihoyatda osonla qo'shildi. Lekin o'ttirida Avu Axtarnisa ismli qizning o'yin o'ynayotganini, olimning texi uning bilan birga bo'lib boqmaganini, qo'sig'imda ba degan gapining yolg'on ekanligini, Gulziraga yolg'ondan tahdid selib telefon qilganligini olimmi, Gulzirami bilmaydi. O qizning olimni heliqi oq tamakiga xumar qilib, ashu tamakidan foydalanib, olimni yenidan ayrilmaydigan qilishga niyat qilganini olim bilmaydi. Arzu armonlar bilan qurilgan bu oila mushundaq tezla vayron bo'ldi. Gulzira o'zining homildor ekanligini boshdan oyoq olimga aytmadi. Bola orqali olimni uyga qaytarib kelish orzusi allaqachon to'liq oyoqlashgan edi. Burun faqat olimni sirtdagi o'yinlardan to'ssamla bo'ladi deb o'ylagan Gulziraga endi bir ayolning o'ttirg'i chiqishi bekla ig'ir kelgan edi. Yana kelib ayolning olimdan homildor bo'lganligini anglagandan keyin olimga nisbatan amdala yaxshi ko'rish hissiyoti paydo bo'layotgan yuragi muzlab ketdi. O'zini yaxshi ko'rmagan er bilan bir umr birga yashash, unimi o'zimnimi qiynaganlik, uningga ozodlik beray deb o'yladi u. Yeliqi qizning Gulziraga aytgan gaplari Gulziraning yuragiga o'rnab ketgan edi. Yaramas degan bu so'z uning quloq tubida hamisha aks sado paydo qilib turadi. Uchinchi shaxslarning hammasi shundoq yuzi qilin bo'lamdi. Bu savol Gulzirani qiynaydi. Ammo uning aytganlarining xato yeri yo'q. U erini tutib turolmagan ayol, yaramas ayol. Albatta, er kishiga o'z xotini yarmagandan sirtdan ko'ngil xo'shi izlaydi. Lekin Gulzira shuni aniq biladiki, sirtqa o'rgangan erning ko'ngli mangu tinch o'tmaydi. Ko'nglini mangu sirtdan yig'olmaydi. Avval uchinchi shaxsdan biri chiqqan bo'lsa, uzoq o'tmayla yana nechtisi chiqadi. Bu yerdagi masala hargizmi boshqa erlarga oshna bo'lib yashashni yoqtiradigan ayollarda emas, ko'nglini sirtdan yig'olmaydigan ashu erlarda. Chunki er qaysining eng yaxshi ekanligiga ko'ngil to'xtamaydi. Uning birisi bilan aralashgan siri yana boshqa qiz ayollar bilan birga bo'lib boqisi keladi. Hamralarini davomli almashtiradi. Bundaq erlar bilan yashash odamni bekli charchitadi. Eng yaxshisi uni erkin qo'yayotgan tuzuk. Bir kuni barliq ayollarning o'xshashligini, faqat ko'ngil elish mahoratining o'xshash emasligini bayqaydi xolos. Nimishqa ajrashishni tanlading acha? deb so'radi Gulmira. Achisi naskaraklarini ko'tarib jimmadila uyga qaytib kelgan kuni kechdi. Baya apsi ko'ngli yerim bo'p yig'lagan. Gulzirani o'z beshimcha juvaynimak deb ayblagan edi. Bu uning qiziga tunji qatim qattiq gap qilishi ham norozi bo'lishi edi. Voy opa, tutunning ochig'ini mo'ri bilar debdikan. Siz achamning uyini tutib boqmagandikin, buni bilmaysiz. Uni ayblab nima qilasiz? deb qarshi turgan edi singlisi Gulmira. Sen juvaynimaklarni tug'ib, beqib cho'nqib qo'ysam, endi aqosinga mening gaplarim tetimas bo'p qoldimi? Ha, aqosing bek cho'ng bo'p ketishding shundaqmi? Ana azoblanib yig'layotdi. To'y ishi degan shundoq cho'ng ish tursa, bir eg'iz maslahatmi sanmay ajrashib ketganingni qara. Bundaq chaqda opsig'i gap qilishning to'g'ri emasligini biladigan Gulzira opsig'i gap qilish uchun tayyor bo'lgan singlisiga gap qilmaslik haqida ko'z ishorasi qildi. Ana oxir yig'lab to'xtadi. Ammo uning ko'ngli bakla yerim edi. U qizining baxtidan so'yinib xo'shal yurganida to'y qilgan mushu 2 yilga yaqin mazgilda bir qitim opsig'i dard to'kmagan, bir qitim yomonlab kelmagan qizi endi bo'lganda biroqla ajrashib kudi ko'pisini ko'tiribli kelsa, onaning ko'ngli yerim bo'lmasligi mumkinmi?
Gülmira otasiga ishonatdi. Otasining chiqargan qaroriga hurmat qiladi. Otasining tayin yo'q ishlarga ajrashmaydiganligini belatti. Ammo xatolik o'zimdan o'tdi. U dastlabda meni haqiqatan yaxshi ko'ribdi ekan. Ammo men izchil turda uning menga bo'lgan muhabbatidan gumonlanib keldim. Izchil uningga so'g'aq muomala qildim. Uningga haqiqiy ko'nglimni beramadim. Haqiqiy hissiyotimni yo'shirdim. O'zim uni talog'i ishtirib chiqardim. Uni yaxshi ko'rganimni, uning burun meni yaxshi ko'rganini his qilganimda to'limi kechikibdiman. Ajrashmay amal bo'lmadi, dedi u singlisiga hech narsani yo'shirib o'ltirmay. Rostilla xato qilibsan, Aja. Sen uni yaxshi ko'rgan turug'liq. Ayrilib kelsang, bir umr azob ichida o'tmamsan. Ammo u allaqachon sirtda boshqa bir ayolni tepib oldi. Mayli emasmi? Sen degan uning qonunliq ayoli. Eringni qaytarib kelish, boshqa xotinlarning qo'lidan tortib olish huquqing bor-ku. Nemishqa bundaq osonli voz kechding? Bola uchun voz kechdim. Qaysi bola uchun? Eliqi ayol uning bolasiga homildor ekan. Gulmira hang-tang qoldi. U ayollar o'rtasidagi bu nozik munosabatga nima deyishini bilmayla qoldi. Bo'pti, Acha. Ko'nglingni yerim qilma. U seni chin ko'nglidan yaxshi ko'rgan bo'lsa, bir kuni qilganlarga pushaymon qilib, seni izlab kelamdi tehi. Uni yaxshi ko'raman. Ammo uning bilan yashag'im yo'q. Musha qisqagina mazgilda bekli charchab ketdim. Ammo bir necha kunlar o'tib, otasining olimning bolasiga homildor ekanligini bilganida Gulmira rostilla uni aybladi. Acha, sen xalqning bolasini dadasiz qolmasin deb ering bilan ajrashding. Ammo sening balangchi dadasiz cho'ng bo'lsa, dada mehrini ko'rmasa maylimi? Dadamizdan ayrilgandan keyin qanchalik jafo mushaqqatda cho'ng bo'lmadik. Acaba buni unutib qoldingmi? Dada degan bir yo'lanchik emasmi? Balkim ba'zi erlar o'z ayolini yaxshi ko'rmasligi, uningdan tenib ketishi mumkin. Lekin o'z farzandini yaxshi ko'rmaydigan er bo'lmamdikin deb o'ylayman. Eng yaxshisi, o'zingning homildor ekanligini olim akamga ayt. Vaqtida yarishib qilib, bolanglarni yetimlik ko'chasiga tashlabanglar. Agar sen aytmasang, uning bilan o'zim ko'rishaman. Agar sen aytmasang, uning bilan o'zim ko'rishaman. Anglasinglim. Amdili ko'nglim bir oz tinchlanib qolgandi. Sen bu gapni ko'tarib chiqding. Homildor ekanligimni, uning bilan ajrashmasligini bilib bo'lganman. Uni yaxshi ko'rsammi, uning bilan yashab bek charchadim. Endi uning bilan birga yashag'im yo'q. Balaga kelsak, uni cho'qim yaxshi beqib ketalaydiganligimga ishonchim bor. Qayta to'y qilish xiyolim yo'q. Yarishib qilish xiyolim yo'q. Meni ocham deb qarasang, meni ranjimasin desang, meni xotirjam yashaskan deb umid qilsang, uning bilan hargiz ko'rishkichi bo'lma. Gulzira qattiq qarshi turganligi uchun Gulmira uning maxfiyatligini oshkorlashga mumkin bo'lmay qoldi. U otasining olimni yaxshi ko'rib turib, nemishqa buncha johillik qiladiganligini tushunmaydi. Gulziraning qo'sig'i xili o'ptalla chiqib qolgan kunlarda olim uning oldini to'sadi. Bugun olim rasmiy yo'sinda pokiz juyinib, chiroyli kiyinib, uning oldiga kelgan edi. Adash, Gulziraning bo'ydi ekan. U sening balangga homildor ekan. Texi bilmay yurib otamsan, degan edi do'stlari.
Alim bu xabardan katta xo'shallikqa erishgan bo'lib, Gulziradan ayrilgan necha oydan bo'yon uni zodali ko'rib baqmagan olim g'ururini qayrib qo'yib, Gulziraning oldida kechirim so'rab, uni qaytarib kelish, tug'ilish oldida turgan farzandiga ega bo'lish, oilasiga muhabbat qo'yishga o'ziga va'da bergan edi. Qo'sig'i xeli chiqib qolganlikdan meng'ishlari qiyinlashgan bo'lsa-mu, hol ranglik homildirlar ko'ynikida boshqacha go'zallashib ketgan Gulzirani ko'rib, olim rostilla bir haza hayajonlanib qoldi. Yaxshi turvatamsan? Dedi u. Gulzira allaqachon uningdan umidini o'zgan edi. Lekin amalsiz uningga javob berishga to'g'ri keldi. Yaxshi. Bak yaxshi turibman. Balaning ishini menga demabsan qara. Degan bo'lsang ishlar boshqacha bo'ladi emasmi? Dedi olim. Shu chaqda aytishga fursat berganmidingiz? Deganlarni ko'nglidan o'tkazgan Gulziraning og'zidan boshqa gaplar chiqdi. Nemishqa sizga aytqudakman. Balaning siz bilan hech qanday munosabati yo'q. Uni mening balam deya olamsiz? Mo'shundaq degenicha beshin tik ko'tarib, chiroyi tatarg'injida turib qolgan olimni yondab o'tib ketib qoldi. Olim xuddi bir gajat yegandek turgan joyida qetibli qoldi. Acaba ular ajrashqili necha oyla bo'lgan tursa, bala olimning bo'lmasa kimning? Gulziraning tuyuqsiz ajrashiman deyishida boshqa sabab bormi? Uning boshqa erlar bilan munosabati bor ekanda. Olimning mengasi qop-quruq bo'lib qoldi. Endi ular o'rtasidagi munosabat to'liq o'zilgan edi. Olimning Gulziradan ajrashgandan keyin hadasala kayibga berilib, xolisa xizmatga berib, xolisa bormay ish tashlab yurgani ota-onasining quliqiga yetdi. Ular uningga nasihat qiladi, yalvaradi, va'dalarni beradi. Ammo bular olimning quliqiga kirmaydi. Hammani qilgan osh xotin. Deb ranjidi olimning opasi. Bir xotinning deti bo'lsa, erini qo'ldan chiqarib qo'ymaydi. Aslida tekkisi yo'qdi. Asli ko'ngli boshqa yerda ekan. 4 kundala ajrashib ketdi mana. Bu qitim uningga shundaq bir qizni ep berayki, olim xotiniga qarab o'tirib, talog'i chiqmaydigan bo'lib ketmasa hisob emas. Bu qitim olimning opasi o'zi bevosita qo'l selib, noyalik san'at o'makda ishlaydigan, tirnoqda to'xtig'idak, sohib Jamol naqshchi qizdan birni olimga ep berdi. Qiz haqiqatan bakli chiroyli edi. Uydagilarning eng xush bo'lgani bu qiz olimdan bir qadamma ayrilmaydi. Olim qavoxonada o'ltirsa, qavoxonada, oromgohda o'ltirsa, oromgohda, taqqa chiqsa, tog'da, boqqa kirsa, bog'da bo'ladi. Xotin degan mana mundaq bo'ladi. Ayol kishi eriga mundaq kuyinsa, er qechib nega boradi? Dedi opasi mamnun bo'lgan holda. Lekin oxirda ular yana levini tishlab qoldi. Olimning bu qitimqi ayoli olimdan yomon chiqib qoldi. Olimning necha kun xizmatga qatnashmaganligini anglagan dadasi bilan opasi qattiq ranjib, ikkilisi bilan aloqalashamagandan keyin ularning uyiga kelib saqlab o'ltirgan edi. Ular shu o'ltirganicha kresloda televizorga qarab o'gidab o'ltirishib, yarim kecha bo'lganda olim bilan ayoli bir-biriga eslashqinicha g'arq mas holda qaytib kelganligini ko'rib, qon qusivatgili tasli qoldi. Ularning og'izlaridan gapma tushib qolgan. Kelinining ahvoli olimdanmi eshib tushgan. Kelinining va o'g'lining bu vayrona turqini ko'rgan ona zarladi. Uydagi birini to'ziyamay ikki qiptoq mana. Voy xetini berivat uning. Ko'zimdan yo'qolsin. Uni yana qayta ko'rib qolmay.
dedi apisi. Onun bilan to'y qil degandimi, u boshqa inkas bildirmay, apsining buyruqini ijro qilgan bo'lsa, ajrash devidi, yana hech nima demay beribla ajrashdi. Uning bu ayolga haqiqiy mayli tushib baxmagan edi. U ayol faqat bu bir yilga yaqin vaqtda uning kayib o'lpiti bo'lgan edi, xolos. Olimning har xil kayibga bu darajada berilib ketishiga ota-onasimi amal qilolmadi. Bo'ldi. Bugundan boshlab hech kimning uning bilan kori bo'lmasin. Hech kim uningga pul bermasin. Agar kimning uningga o'g'irliqcha pul berganini bilib qolsam, shuning bilan deyishib qolaman. Qani, pul bo'lmasa qandoq o'ynaydi ekan? Men bir ko'ray. Dedi apisi oilasidagilarni yig'ib. Oyda topgan maoshi uning o'ynashiga necha kun yetadi ekan, ko'rib baqsin. Uning buyrug'ini hech kim anglamaslikqa petinolmaydi. Yana kelib, olimning orqasidan yurib, uningga yordam qilib, uni to'sib, nasihat qilishlarning uningga hech bir roli bo'lmag'achqa, uydagilarmi bu fikrga qo'shilib qolgan edi. Balkim bu uni kayib sapaliq turmushdan cheklashning birdan-bir amali bo'lishi mumkin deb o'ylashgan edi. To'limi afsus. Uydagilarning tashlab etishi, hech kimning uningga ko'ngil bilmasligi bilan u kayibga teg'imi ching kirishib ketdi. Endi u kechayu kunduz o'yin tomosha so'rinidan kammas bo'ldi. Olimning xizmat o'rnidagi boshlig'i olimning ota-onasini izladi. U ayni chaqlarda ular yetishtirgan shogird edi. Oldinglarda to'limi xijilman. Olimning xizmat tashlagan vaqti allaqachon bizning belgilagan chekimizdan eshib ketdi. Endi uni xizmatdan to'xtatmasak, ishchi xizmatchilar orasida ta'siri yaxshi bo'lmaydi ekan. Menimi tushungan bo'lsanglar. Xizmatini saqlab qilishning bir amalini qilib bergan bo'lsangiz, dedi olimning opisi. Faqat mushu bir qitimlar qattiq ogohlantirish bilan bir taraf qilib saqlab qilishga kuch chiqaray. Lekin bu oxirgisi, dedi u tarlaganicha. Mushiningga ko'p rahmat. Biz mo qilganni biladigan odam. Endi sizni tanqislikda qo'ymaymiz. Deb va'da berdi olimning ota-onasi. Shu kunlar o'zlari biladigan ko'ngil echish so'rinlarini izlab yurib, ma'lum bir klubning ayrimxonasidan g'arq mas bo'lib ketgan olimni topdi. Uyga qaytarib kelib, maslaga yeshilguncha yenida turishdi. Uning maslaga yeshilgandan keyin qattiq yumshoq gaplar bilan ahvolni tushuntirdi. Olimning bu qitim ishga tushishi yana haftaga oron bardoshlik berdi. Doktorxona endi uni rasmiy ishdan to'xtatganligini e'lon qildi. Gulzira ajrashib 2 yil o'tganda Gulmira o'zi bilan bir ishxonada birga xizmat qiladigan bir yigit bilan to'y qildi. O'zaro tanishib, tushunishib, muhabbatlashib qilgan to'y bo'lg'achqimi yoki otasining tajriba saboqlarini qabul qilg'achqimi Gulmira baxtlik yashayotdi. Lekin har qitim opasining uyiga berib, otasi bilan ko'rishganda, otasining o'moq qizini quchqiga olganda, uning uchun olimning oldiga bir qitim berishni o'ylaydi-yu, ammo otasining ayni chaqda meni ocham desang, meni xotirjam yashsin desang, uning qishig'i bormi? degan gapi bilan to'xtab qoladi. Darvaqa hozir ularning iqtisodiy ahvoli nachar emas. Otasining qizini guldak beqib ketalaydiganligida gap yo'q. Lekin puldanmi muhim bo'lgan bir narsa bor. Bo'lsa-mu otaning muhabbati, otaning g'amxo'rligi, otasi tarafidan ato qilingan ishonchni hech kim berolmaydi.
Gülmira shundoq o'ylaydi-yu, ammo ochisining jahil mijozini bilganligi uchun yana undaq qilishga jur'at qilolmaydi. Hammaylan bu qitim olimni rostilla tashlavatdi. Ota-onasimi, bir tuqqan qarindoshlari billa o'ynaydigan og'inlarimi uning bilan kori bo'lmadi. U o'ynavadi. Uning xizmat bilan, oilasi bilan zodili kori yo'q edi. Ammo mushu tariqada necha oy davomlashgandan keyin endi uning bir chekim tamaki chekkidakmi puli qolmadi. Shu holatga yetgandila ondan kirmigili xeyli bo'lgan uyga ota-onasi yodiga keldi. Bir dastlab, ikki dastlab uyga kirganini ko'rib, opsi bir tarafdan xush bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafdan uning o'zgarib ketgan chiroyiga, kirlashib, purlashib ketgan kiyim-kechaklarga qarab ichi siyrildi. Qani, to'rtning biri bo'lib yashaydigan qamlashgan o'g'li. Uning yuragi etishdi. İç-içidan bir yig'i qaynadi. Baribir ona emasmi? Lekin bu qitim u o'zini besib oldi. Yuragiga toshni tengib turib, olimni kontrol qilmoqchi. O'yin tomoshadan voz kechtirmoqchi bo'ldi. Shunga uningga ochiq chiroy oshmadi. U xizmatkor qizga ishora qilib edi, olimga süt qaymoqlar bilan choy quyib berdi. Olim choydan ichdi. Meg'izlar bilan yumshoq nondan ozroq yedi. Hech kim uningga kuyinmagandek, ko'ngil bo'lmagandek bilindi. Apa, yenimda pul qolmadi, dedi olim. Albatta shundoq bo'ladi, dedi opasi. Bu dunyoda ishlamay pul topqili bo'ladigan yer bo'lsa, mana dadang ikkimizmi pensiyaga chiqqandan keyin bir obdan maoshimizni xajlab o'tiratdik. Shundoq yer bo'lmag'achqa, yeshimiz bir yerga borgandimi ishlayotimiz. Buni mendan ko'ramsan? Doktorxonadagi go'yo hadisili men bilan qirishib, kechikdiyay, xizmat tashildiyay deb ko'zimga kirib olsa, men qandoq ishlayman u yerda? Dedi u. Onunga bizning amalimiz yo'q. Yalvarib qilmaganimiz qolmadi. Hammani o'zing qilding. Kimdan ko'rasan endi? Olim tug'ilib bu kungacha bundaq gap anglab boqmagan edi. Opasining oldida u xato qilsami to'g'ri, to'g'ri qilsami to'g'ri edi. Bugun opasiga nim bo'lgandi? Amisi men ochliqdan o'lsam qarab turmaydigansan, dedi u usulini o'zgartib. Ochliqdan o'lmaslik uchun ishlab pul top, dedi opasi qattiq talaffuzda. Qo'limdan hech nima kamisa, doktorxonada ishlatmasa, nima ish qilaman amisa? Ishlamchi bozorga boraymi u ya? Doktorxona degan faqat bir emas. Endi bizning doktorxonada ishla. Tuzimga bo'ysunib, yaxshi ishlasang, maoshni men beraman. Men o'sha yerda xalq bilan o'xshash ishlamdim. Albatta, odatdagi xizmatchi bo'lib ishlaysan. Lekin yaxshi ishlasang, maoshingni boshqalardan yuqori beraman. Opasining qat'iy pozitsiyasini ko'rgan olim amalsiz qo'shildi. Ota-onasining qattiq boshqarishi, ko'zini maqtak qadishi bilan olimmo o'z oilasining shifoxonasida ishlab ketdi. Opasi har vaqt uning yenida edi. Uningdan biror chamdam neri bo'lmaydi. Uydagilarning qattiq cheklamasi bilan olim kayibni tashladi. Qalaymaqan ishmagan, chekmagan bo'lg'achqa chiroyi burunqidek susildi. Yana burunqi salobatlik olim boyvachchiga aylandi. Lekin kayibmo yaxshi nima edi? Bir chekib elib xumadan chiqqanida odam siyoqidan chiqib ketgachga odamning xiyollarimi uningda yo'q edi. Na oila, na muhabbat,
ne xotin hech nimaga qiziqmaydi. Kayibni tashlab bir mezgil yurib, asliga qaytibedi. Asladagi azob va ko'ngil og'riqlarimi uni yana tepib oldi. Uning hozir maoshi yuqori edi. Kiyishi, yeyishi yaxshi edi. Lekin bularning nimaga foydasi? Bular seni yuragingni kech-kunduz tatlayotgan azob oqibatlardan xalos qila olamdi. Kayibni tashlab necha oy o'tibla telefonlarni taqab, hammadan kechib yana o'ynaydigan joyga chopdi. Necha oy o'ynab to'yganida, yenida hech nima qolmaganida yana uyga qaytib keldi. Yana va'dalarni berib, doktorxonada ishladi. Bundaq ahvol talay qitim davomlashdi. Uydagilarmi charchadi. Uni kasa haydamadi, kassa izdamadi. Mushu holatda Gulziradan tug'ilgan qizi 7 yoshga kirdi. Olimning opasi bilan Gulziraning opasi bankining oldida uchrashib qolganida Dilara ularning yenida edi. Gerçi olim bilan Gulzira ajrashib ketgan bo'lsa-mu, qo'da taraflar o'rtasida hech qanday ziddiyatlar bo'lmag'achqa, ko'rishganda normal salom soatlari bor edi. Olimning opasi cho'p-cho'ngli bo'lib qolgan Dilaraga qarab hayron qoldi. Bola olimga shunchalik o'xshaydi. Kimning qizi bu qudam? deb so'radi aldirash bankiga kirib ketayotgan Gulziraning opasidan. Kimning bo'ladi qudam? Gulziraning bo'lmamdi. Bir qarabla ko'ngillari to'yg'andi nabirlarini. Dadasiga so'yib chaplab qo'ygandekla o'xshaydi bu bola. Bir qarabla ko'ngillari to'yg'andi nabirlarini. Dadasiga so'yib chaplab qo'ygandekla o'xshaydi bu bola. Gulziraning opasi u ikkaylarning hech gapdan hech gap yo'q ajrashib ketganidan norozi edi. Oila deganda ancha-muncha xafaliklar, mijoz jihatdan kelishamaydigan ishlar bo'lib qoladi. Shunchalik ishlar uchunmi ajrashib ketgan bormi? Bakli yeniglik qildi. Mushu balani bekodan bekoga yetim qildi deb xafa edi. Shunga o'ylamayla posuqqada bu gaplarni davatdi. Olimning opasi cho'p-cho'ngli bo'lib qolgan navra qizga qarag'anicha turibli qoldi. Demisimu qizchaqning o'ngining bir oz qarliqi opasini tatgan bo'lsa-mu, qosh, ko'z, ig'iz, burun, qo'yuq, qap-qora chochlarigacha olimning o'zili edi. Ko'z oldiga olimning kichik chaqlari keldi. Voy, qudam! deb to'sdi olimning opasi. Ular ajrashganda Gulziraning bo'yida bormikan? Ajab biz bilmabdiq. Men necha dedim, qudalar bilan ko'rishayli, bolaning xabarini ularga yetkazib qo'yayli deb. Ammo Gulzira rad qilib turib oldi. Menmo amalsiz qoldim. Bolalarning o'zini tuqqan bilan ularga ega bo'lib bo'lanmaydi ekanmiz. Yursizlar qudam, bu yerda paranglashsaqmi sat turadi ekan. Tomoq yegach, birdam o'ltirib paranglashayli. Gulziraning opasini tomoqqa taklif qildi olimning opasi. Rahmat qudam, dedi Gulziraning opasi. Mal kartamning vaqti to'shib qoldimikin, ishlatkili bo'lmayotdi. Shunga qaytadan bejiray deb kelishimdi. Boshqa bir kuni fursat bo'lganda paranglashamiz. Yo'lda uchrashibla uning tomoqini yeyishdan xijil bo'lib, bahona ko'rsatdi Gulziraning opasi. Hamda "Amsa yana ko'rishamiz qudam" degunicha Dilarani yetilab bankining ichiga kirib ketdi. Olimning opasi ichida bir o't kuyayotgandek bo'lib, bankining oldidan ketgisi kelmadi.
banka oldidagi uzun o'rindiqda birer soatligicha saqlab o'ltirdi. Uning bu ishlarni jipidan jingmisigacha belgisi bor edi. Demasimi, bu kunlarda olim bakli yo'ldan chiqib ketgan edi. Uni qaytadan oilaga bog'lab, asliga keltiradigan bir sababni izlab yuratdi. Hech bir amal chora qilmagan onaga nisbatan munu o'maq qiz va tunji qitim ko'ngli tushib olgan ayoli Gulzira bilan yarashtirish balkim uni mushu yo'ldan qaytarishning birdan-bir unumli chorasi bo'lishi mumkin edi. Buningdan ortiq sabab tepish mumkinmi? Yana kelib, olimning ikki singlisi ikkidan o'g'il tuqqan bo'lib, olimning bu qizi bu oiladagi birdan-bir qiz navri edi. Gulziraning opsi chiqqanda u o'z gapini yana takrorladi. Hamda qudisini tuzit qig'iniga unmay, katta tomoqxonalarning biriga boshlab kirdi. Qudilar yana bir ustalda jam bo'ldi. Dilara jimjit o'ltiratdi. Azaldan qiz balaga amroq olimning opsi Dilaradan ko'zlarini uzalmayli qoldi. Ismingiz nima qizim? Necha yoshga kirdingiz? Ismim Dilara. Bu yil 7 yoshga kirdim. Qiz dadillik bilan javob berdi. Ular birlikda o'ltirib tamoq yeyishdi. Tamoq yeyish jarayonida qudilar balalarning hech gap yo'q ajrashib ketganligiga norozi bo'lish hissiyotlarini o'ttirga qo'yishdi. Qudam, navrimiz bak aqlli cho'ng bo'pti. Olim uchun biz nomaqul bo'layli. Gulziraga desila, ularni jam qilayli. Deb tuvanchilik bilan o'tindi olimning opisi. Amaliyotda qizining ajrashib ketganidan opisi norozi edi. Yana kelib 8 yildan beri ne loyiqlar chiqdi. Hammasini rad qilaverdi. Ko'nglida eriga tortishamdikin debmi o'ylagan edi. Qizimmo sal johilroq, oson gap yemaydi. Ma'qul, men bir deb baqay. Deb rozi bo'ldi Gulziraning opisi. Dilara ikki mo'misining paranglarini anglagancha eli uningga, eli buningga qarab o'ltiratdi. Hozir 7 yoshga kirgan. Xeli oq qarini farqlantirgandek bo'lgan edi. U to'limi hayron qoldi. Bir chaqda u boshqa balalarning yeti maktab tillig'idan xafa bo'lib, yig'lab uyga kirib opisiga "Opa, mening dadam nerede?" deb so'rganida opisi qizining beshini silab, peshonasiga suyib turib, "Siz hozir kichik, ba'zi ishlarni tushunmaysiz, oppa qizim. Siz yana ozroq cho'ng bo'ling. Shu chaqda sizga hamma ishni bir-birlab aytib beraman. Hozir vaqti emas. Sizga va'da beray ha?" Deginicha qizini yig'idan to'xtatgan edi. Mana endi birdilla yana bir mo'misi paydo bo'ldi. Hatto dadasining gapini qilishyotdi. Qaytish oldida olimning opisi portmaldan 100 yuan pulni elib Dilaraning qo'liga tutqizdi. "Eling qizim, buningga ko'nglingiz xohlagan ushaq-tushaklardan elib yeng ha?" "Yo'q," deb rad qildi Dilara. "Opam meni boshqalar pul bersa olmang degan." "Opingiz to'g'ri debdi. Lekin men boshqalar emas. Men degan sizning mo'mingiz." Dilara rasmu degandek Gulziraning opisiga qaradi. Shundoq. U dadingizning opisi. Pulni olsangiz, boshqalarning pulini olgan bo'lmaysiz. Elinga qizim, deb rag'batlantirdi Gulziraning opisi. Kechda Gulzira ishdan tushib,
әмділа ойлыға кірішіге, bu xoşallıqni apsıға aytish uchun ishikka to'li qarab, ko'zlari to'rt bo'lib ketgan Dilara yugurgunicha uning oldiga kelib, yiliqi 100 yam pulni ko'rsatdi. Apa, bu pulni yana bir momam berdi. O menga, men dadingizning apisi, men haq emas, mening pulimni olsangiz bo'ladi dedi. Gulzira hayron bo'lib, chiroyi totirib ketdi-da, o'ylada nima ishlar bilandir aldirash yurgan apisiga qaradi. Dilara to'g'ri dedi. Bugun biz uning momisi bilan uchrashib qoldik. Nimishqa uningga dedingiz, apa? Dedi Gulzira jiddilashib. Uyay, haqning ko'zimi qarg'a emas-da. Birlik qaragan odam biladi buni. Dilara dadasiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan tursa. Apa, bundan keyin ular bilan ko'rishmang, dedi Gulzira. Bugunmi men izlab borganim yo'q. Uchrashib qoldik shu. Bumu bir hisobda yaxshi bo'ldi. Sizlar qachongacha mushundaq yuraysizlar? Nim deganingiz bu, apa? Dilara mo cho'ng bo'ldi. Dadasini bilsin. Qo'dilarning talabimi shukan. Qayta jam bo'lib yashanglar. Bu gapni ikkinchilab eg'izingizga olmang, apa. Gulzira eshikni zarda bilan yepib, yotoq uyga kirib ketdi. U olimning hamma ishidan xabardor edi. Uning xizmatdan haydalgani, to'y qilib bir yil bo'lmayla ajrashqini, o'yin tomosha bilan bo'lib oylab uyga kirmagani, oilasining shifoxonasida ishlayotgani, bir o'ngshalsa necha oy o'ngshilib, kayfni bir tepib olsa, yana necha oy qo'pmay o'ynaydiganini. Gulzira bularni bilishga qiziqmaydi. Uning to'g'risida hech nimani bilmaslikni, anglamaslikni umid qiladi. Lekin olimning oilasi 4ning ichidagi bir boyashat oila. Yana kelib, olim bir chaqlarda nurg'un qizlarning qalbidagi oq atliq shaxsada bo'lgani uchun ularning xabarlari to'xtamay chiqib turadi. Gulziraning olimga ochig'i keladi va uningga yana ichinadi. Navada olim yaxshi kunlarga erishgan bo'lsa-da, hasad qilmagan bo'ladi. Kun sari nobud bo'lib ketayotganini anglaganida yuragi etishib qoladi. Qandaqli bo'lmasin, 2 yilga yaqin birga yashagan eri ham qizining dadasi edi. Shu kuni kechda olimning uyidami bu gaplar bo'lindi. Qachongacha mushundaq o'ynab o'tsan, ha? deb ochiqlandi opisi olimning vayrona turqiga qarab. Dadasi tepilib haydab kelmasa, u tegicha tomosha so'rinida xudini bilmay o'ltirgan bo'ladi. "Man qara jinim balam", dedi opisi yelinib. "Qizingmi cho'pchingli bo'lib qopti. Gulzira bilan yarishib olib, o'yinni tashlab, yaxshiroq yashag'in." "Apa, eg'izingizga kelganni dayberdi ekansiz. Kim shundaq deydi? Mening qizim yo'qchimi?" dedi olim. "Po'q yema. Men bugun qizingni ko'rdim. Uning bilan gaplashdim texi. Shundaq aqlli qiz bo'pti." "Xatolashib qopsiz, apa. Mening qizim emaskan u. Gulzira o'zi menga shundaq degan." "Sen uni ko'rib baqdingmi? Gulzira sana qaydab shundaq debdi. Balaning chiroyi sana qo'yib qo'ygandekla o'xshaydi ekan." "U nemishqa menga yolg'on aytdi?" dedi olim ishonmay. "Turqinga bir qarab baqa. Sen qachonli qarsa shundaq o'ynab, odamdek yashamasan, kimningmi sen bilan birga o'tkisi keladi?" "Belli o'tishni xohlamasa, yiroqqa borsin. Kim uni sig'inib qopti ekan?" dedi u. "Qizingning o'moqligi, aqlliligi, ko'yganligi odamning maylini totadi ekan. Sen mushundaq o'yin tomoshadan qo'l uzmasang, ashu balig'imi o'val emasmi?" "Bola da'vadingiz, apa. Kimning bolasi ekan u bu?" dedi olim kayibchilikda.
Ey, men bayaqdan beri odamga gap qildimmikin desam, ha? Sen tehi bilmabsan. Mang, kirib uxla. Sen bilan ati so'zli shay bo'ldi. Dedi opsi ochiq bilan. Olimning kechalari yana qonqib chiqib ketmasligi uchun olim uyga qaytgan kunlari bechora dadasi olimni beqib yotadi. Atsi nashtadan keyin opsi yana shu gapni tilga oldi. Gulzira sana qiydab shundoq degani bilan, bola rostilla sening. Sana bakla o'xshaydi ekan. Aşı qizing uchun bo'lsa-mu, o'yin tamoshani tashlag'in. Gulzirani qaytirib kelayli, ha? O kelmaydi, apa. Dedi olim salpiyib o'ltirib. Voy, akishidek bir gap qilgin abi. Uning kelish kelmasligi sana bog'liq. Acaba seni saqlamasa, bu yillarda mushundaq o'tarmidi? Aqlingni top. Gulzira qizi uchun shuncha yil yolg'iz o'ltiribdi. Qizi uchun yana sen bilan yarishishga qo'shilishi mumkin. Faqat sen kayibchilikni tashlasangla. Amsa, men berib qizimni ko'rib kelay. Deb o'rnidan turdi olim. Menmi billa boray, ko'ngil so'rab kelayli. Deb o'rnidan turdi opisi. U olimga ishonmaydi. Olimning shundaq debla eshikdan chiqib elib, yana o'yin tomosha so'rilarga ketishidan ansiraydi. Mang, kirib yuyinib, kiyimlaringni almashtirib ol. Qizing ko'simi yaxshiroq kiyinib kirgin. Deb yo'l ko'rsatdi ona. Hozir ta'til kunlari bo'lg'ashqa Dilara uyda edi. Olim bilan opisi bir muncha meva-chevalarni elib, ularning uyiga kirib kelganida Dilara oldidagi odamga qarab hayron qoldi. Gulziraning opisi paypetak bo'lib, ularni kutib oldi. Qizim, Dilara, bu yoqqa kiring, deb chaqirdi. Olimning opisi sirtda tatinib turgan Dilaraga qarab, olimning ko'ngli to'nadi. Qiz rostilla uningga bek o'xshaydi. Garchi Gulzira xapchilikda uningga bo'yda bog'lig'ini demisimi, bolani tushirib atmay tug'ib mo'shinchilik qilganidan ko'ngli suyindi. Astag'ini kirgan qizini quchqig'i elib to'xtamay yedladi. Bag'riga bosdi. Dilaramo qarqatdak ko'zlarini yo'g'an ochqinicha o'zini quchoqlab suyayotgan bu odamga tatinmay qaraydi. Qandoshlik degan ajoyib narsa-da. Qudam, bolaning gapini olimga desam, ko'gisi kelib turolmayli qoldi. Xabar bermayli kelib, silini besaramjon qilib qo'ydik. Deb o'ziri aytdi olimning opisi. Yaxshi bo'pti. Ota bolaning jambog'ini ko'rib xush bo'ldim. Bechora bola. Dada xovliqini ko'may o'tib ketamu deb arminim batdi. Dedi Gulziraning opisi. Qudam, Gulziraga desila, bolalarni yarashtirib qo'yayli. Bir obdan bola yetimchilikda cho'ng bo'lmasin. Ay, u sal johilroq. Kallasidan tasti o'tidi. Shundaqdimi menday. Ozroq kallasidan o'tkazib olsa, menmu yarishig'ida e'tiborini qilib kelaman. Olim qizi bilan asta paranglashadi. Qizini suyatdi. Uni bag'ridan ayrig'isi kelmaydi. Uning kayibning ta'sirida qetib ketgan shurigini qizining mehri illatgan edi. Pat arada apangiz bilan ishkinglarni iyib ketaman. Sizni o'zim boqaman. Dedi olim. Dilara mushundaq dadasining balig'idan faxrlanadi. Uni yetimak degan do'stlariga dadasini ko'z tuvag'isi keladi. Qizingnimi ko'rding? Endi rost gapingni bir qila. O'yin tomoshaga turamsan yoki xotin balangimi? Agar kayibni tashlab
bizni yerga qaratmasang, xotiningni har amallar bilan akilib beraman. O'yningni o'ynasang, bo'ldi o'ynava. Buningdan keyin men ishingga aralashmayman, dedi opasi. Shunimi so'rash ketamdi, opa. Albatta, xotin balamga turaman. Shunimi so'rash ketamdi, opa. Albatta, xotin balamga turaman. Gapingda qachongacha turasan? Hafta 10 kunda yana o'yiningni tepib olamikin deb qo'rqaman seningdan. Men degan er kishi Gulzira qaytib kelsa, va'damda cho'qim turaman. Gulziraning opasining uyidimi shu parang bo'lmayotdi. Bir hisobda bu ishmi bak yaxshi bo'pti, acha. Uzoqdan beri seni yarashtirib qo'yish tarafdori edim. Mening o'g'limmi 3 yoshga kirib qoldi. Har bir qitim dada deb dadasining quchqig'i chiqqanida qizingning talmirib qarashlarini ko'rsam, yuragim etishadi. Ammo sening ranjib qilishingdan qo'rqib, bu gapni ta hozirgacha deyolmagandim. Odam faqat o'zi uchun yashasa bo'lmaydi. Ana bo'lgandan keyin ballarimiz uchun qurbonlik bermasakmi bo'lmaydi, acha. Qizing uchun bo'lsa-mu, uningga bir fursat bergin. Deganingga to'g'ri. Menmi ko'p qitim bu haqda o'ylangan. Qizim uchun uni kechiray deb. Lekin olim allaqachon keraksiz odamga aylanib ketdi. Kasbimi yo'q bo'ldi. O'yin tomoshaga boshchilab kirib ketdi. Endi uni qutqizish mumkin bo'larmi deb ansirayman, dedi Gulzira oxiri sal yumshab. Onunga ko'ngil bo'ladigan, kuyinadigan odam bo'lmag'achqa shundoq bo'lib ketgan gap. Sen qaytib borgin cho'qini. Tunji sevgan ayolini va o'moq qizini ko'rsa, u o'zgarmay qolarmi? Ishga uydagilarning qayta xizmat ishlashi, olimning burunqi boshqarish, bo'ysundirish istagidan voz kechib, tuvanchilik bilan Gulziraga qayta va'da berishi bilan oxiri ular ikkinchi qitim jam bo'ldi. 3 kishilik muhabbat qasiri ularga quchoq ochdi. Hammaylan orduga chiqqandek bo'lib qolgan edi. Gulziraning opasi xo'shal edi. Yolg'izlik hech kimga oson emas. Yolg'iz turmush men bilan kesson deb olimning uydagilarmi xo'shal edi. O'zi tunji qitim yaxshi ko'rgan ayoli va bolasi bilan jam bo'ldi. Endi bo'lsa-mu kayibni tashla. Endi bo'lsa-mu yaxshi yashab keta deb ular buningdan keyin olimning ayoli va bolasi bilan bo'lib, kayib degan nejisdan qutulib ketishini to'limi umid qilgan edi. Haqiqatan ular bir mazgil to'limi xo'shal-xo'ram, baxtlik yashadi. Olim sapsaq holatida tamaki bilan uchrashmaganida rostli bir layoqatlik er va yaxshi dodi edi. U o'zimi allaqachon baxtlik yashash uchun ayol o'rtasida bo'ysundirilishning bek muhim emasligini to'nib yetgan edi. Gulziramo o'xshashla o'zining burunqi ketkizib qo'ygan taraflarini aniq his qilib yetgan edi. Ayni chaqda olim oldida qasdan g'ururlik bo'laman deb tatgan azoblarga ichinatdi. Shunga ular bu qitim xuddi oltin o'ziga yoqut ko'z qo'ygandek bir oiladagi 3 odam to'limi baxtlik holda yashadi. Bu kunlarda Diloraning xo'shalligini tasvirlash mumkin emas edi. U dadasiga shunchalik amroq ediki, dadasidan 1 minut ayrilishni xohlamaydi. Olimmu Dilorani maktabga opirib akilish ishlarini o'z ustiga olgan edi. Oxiri o'lsakmi ko'zimiz xotirjam yumiladigan bo'ldi.
degan edi olimning opasi. Lekin u bu gapni baldur deb qo'ygan edi. Lekin ular texi bu dunyodan ketmay turibla yana olimning asli holatiga qaytib qoladiganligini o'ylamagan edi. Olim sirtqa chiqmay, xizmat va oila bilan bo'lsa hech gap yo'q edi. Ammo ular to'y, choy va turli so'rinlarga beribli qoldimi, olim do'stini ko'rgan hamon o'zini zodila tutolmaydi. Bir kun o'ynadimi, o'xshashla necha kungacha o'zini besib olmaydi. "Jenim", deydi Gulsira. "Mushu kayibning sababidan ko'rgan kunlarimiz, tatgan xafalıqlarimiz az emas. Mushu so'rinlarga bormasangiz, men qanchalik xush bo'lib ketaman. Men uchun, qizimiz uchun, baxtli turmushimiz uchun mushu kayibni tashlayolmassizmi?" Meningmi undaqligim yo'q. Ammo o'zimni bilmayman. Ba'zida bu xumarni besishga amalsiz qolaman. Amal bor tirishay. Hayotimda seni xush qilish, qizimga yaxshi dada bo'lishdan cho'ngroq armonim yo'q. Sizlarni yaxshi kuniga erishtirsam deyman. Siz o'ynag'ili bormagan kunning hammasi men uchun yaxshi kun. Nima desangiz shuni qilay. Faqat undaq so'rinlarga bormang, ha? Amisi bo'ldi. Eshagi bormayli. Do'stlarimni ko'msamla yetish yo'q, deydi olim. Ammo ular yana odam boyaga bormay turalisinmi? O'riq tuqqanlari bo'ladi, do'st yoralari bo'ladi, xizmatdoshlari bo'ladi. Bormasa ranjiydigan. Shuning bilan yana odamgarchilikni o'rindashga to'g'ri keladi. Amalsiz billa boradi. Aroqni ko'rgandan keyin olimning faqat bir rumkala ichkisi keladi. Bir nala ichgandan keyin o'zini besib olmaydi. Amdi Gulziraning to'sishlari uning qalbining cho'nqur qatlamidagi boshqurish, bo'ysundirish tuyg'usini uyg'otdi. Gulzira to'sqan siri ko'p ichadi. Dastivida amal yo'q ichadi. Bir nala ichib oldimu, necha rumka ichmasi to'xtamaydi. O'yin faqat aroq bilan tugamaydi. Ondan o'z kayfini ko'taradigan heliqi tamakini chekkisi keladi. "Dada", deydi Dilara. "Nimishqa uyga kelmaysiz? Men sizning uyga kelmasligingizdan bak qo'rqaman." Nimishqa qo'rqsiz qizim? "Uydan chiqib ketsangiz, siz mening dadamga o'xshamaysiz. Ko'zingiz qizarib ketadi. Butun badaningiz sesiq puraydi. Ko'zingizga hech nima ko'rinmaydi. Hech kimning gapini anglamaysiz. Shunga men kecha kunduz dadam uydan chiqib ketmasa ekan deb orzu qilaman." Qizining bundoq gaplaridan olimning yuragi etishadi. Qizini chin quchoqlaganicha, "Ma'qul qizim, sizga va'da beray. Men cho'qim endi o'ynag'ini bormayman", deydi. Ammo ishlar yana burunqidek takrorlanadi. Oxir Dilara dadasining va'dasiga ishonmas bo'lib ketdi. Umu asta-asta cho'ng bo'lib o'tadi. Dadasining xumari tutib sarang bo'lib ketgan chaqlarida uning jirginishli qiyofatiga qarab jimjit turib qoladi. "Dadam nemishqa o'ynamasa bo'lmaydi?" deb so'radi bir kuni opasidan. "Biz cho'ng opangizning qishida turganda bek o'ynab xumar bo'lib qopti ekan. Gerçi cho'ng dadingiz uni zahar tashlash o'rniga opirib, zahar tashlatib kelgan bo'lsa-mu, o'zi irodalik bo'lmasa, bu xumar uni bir umr qiynaydi ekan. Shu chaqda biz dadam bilan birga tug'an bo'lsak, siz dadamni tashlab ketmagan bo'lsangiz, undaq bo'lmamdi, opa?" Men o'zim aqlsizlik qilib, nurg'un fursatlarni qo'ldan bergan. Asli dadingizni o'zgartirish mening qo'limdan keladi ekan. Lekin men bo'ynim qattiqlik qilibdiman. Bir-birimizning ko'nglini tushunmay, nurg'un vaqtni isrof qildik. Endi bo'lganda bir-birimizni tushundik.
Her ikkilimiz xatoligimizni tonib yetdik. Lekin dadingizning salomatligidan ayrilib qoldik. Uningmi kayibni bekli tashlag'usi bor. Ammo tashlayolmayotidi. Tashlayolmasa qandoq bo'lib ketdi? Ahvoli hozirgidan nacharlashib ketami? Ayni chaqda dadingizni zahar tashlatishga mas'ul bo'lgan doktor endi kayib qilsa faqatli bo'lmaydi. Jigar kerakdan chiqibdi debdikan. Elimi to'xtamay o'ynayotqili necha yil bo'lib ketdi. Men bak ansirayapman. Amsa dadamni zahar tashlash o'rniga yana bir qitim opasaq bo'lmamdi. Men mo shundoq o'ylab dadingizga degan. Dadingizning deyishcha zahar tashlash o'rnining tuzumlari bek qattiq. Zahar tashlash bek azobli ekan. Endi bardoshlik bermasligim mumkin deb unumayotdi. Dadam mening hamma gapimni anglaydi, opa. Uningga men yalvorib boqay. Shu suhbatdan keyin Dilara bir kuni olimga yalvordi. Dada, men bu holatingizni ko'rsam, bek azoblanib ketadiganman. Zahar tashlash o'rniga berib, uni tashlavasangiz bo'lmamdi. Siz bilmaysiz qizim. Cheksammi qiynalaman. Chekmasam texmi bakroq qiynalaman. To'liq tashlavatganda undaq bo'lmaysiz. Azroq jafoga chiding ha dada. Siz kichik. Bu ishlarga aralashmang. Sizga tushuntirib bo'lolmayman. Men 15 yoshga kirdim dada. Men endi kichik emas. Lekin siz baribir tushunmaysiz. Dada, o'tinib qalay. Opam uchun, men uchun salomat turishingiz kerak. Zaharni tashlang dada. Ma'qul qizim. Men tirishay. Olim bu kuni va'da bergan bo'lsa-mu, atsila va'dasidan yenib oldi. Meni majburlamanglar, dedi Gulsiraga. Endi uyaga borsam, sog' chiqolmayman. Mening ko'zim yetidi. Uyaga borsam o'lib ketaman. Mening mushundoqla o'lib ketishimga chidamsizlar? Olimning chidamasligi bilan bu kunlar mushundoq davomlashaverdi. Kundi degandek chekib, hayotini davomlashtirdi. Gulzira uning o'ziga bo'lgan muhabbatidan gumonlanmaydi. Olimni tushunadi va ishonadi. Lekin olimning irodasizligi va bo'shanligidan ranjiydi. Oxir zahar tashlash haqidagi vaz nasihatlar olimga zodili kor qilmadi. Uning tashlag'usi insondek yashag'usi yo'q emas. Ammo tomirlardagi cheksiz bir echirqash uni qiynaydi. Bara bir kunlar yana chidamaydigan holatga yetgan edi. Dilara dadasini yaxshi ko'radi. Garchi dadasi bir zaharlik chekimlik chekkuchi bo'lsa-mu, baribir uning dadasi emasmi? Hech kim o'zining ota-onasini, tug'iladigan oilasini tanlayolmaydi. Bu bir haqiqat. Agar tanlash to'g'ri kelsa, u yanala mushu dadasini tanlashi mumkin. Dadasi garchi shundoq bo'lsa-mu, qizini yaxshi ko'radi. Qizi uchun hammani qilishga tayyor. Dilara oliy maktabga bordi. Oilasidan borgan sari jiroqlashdi. Eng muhimi, dadasini ko'maydigan bo'ldi. Dadasini qanchalik yaxshi ko'rsa-mu, uzoq muddat zahar chekkanlikdan o'zgarib ketgan chiroyi. Bir chekim chekib olmasa, tomoq yeydigan cho'kini tutsa-mu, titraydigan bo'lib ketgan qo'llari. Bir chekim uchun ko'chalarda laylab yurib, tomoq izlab chiqib ketgan holatini ko'rganida yuragi pichoq bilan tilgandek azoblanadi. Eng yaxshisi, jiroqlarga ketay. Qancha jiroqqa ketsam shuncha yaxshi, deydi o'ziga. Dadamning ashu holatini ko'mayla qolay.
Kichigidan boshlab Gulziraning qattiq talab qo'yishi bilan Dilaramo bak yaxshi o'qigan edi. Kichigidan musiqaga amroq edi. Qalbidagi his-tuyg'ularini musiqa orqali ifodalaydi. Xush bo'lsa-mu, azoblansa-mu, musiqa uningga hamroh edi. Oxir musiqa kasbiga qabul qilindi. Olimmo qizidan faxrlandi. Ammo hammaylar cho'ng uyga yig'ilib Gulzirani tabriklayotgan paytda vujudidagi cheksiz qiynashlarga bardoshlik berolmay g'ibida chiqib ketdi. Kashda chalinmas holatga kirdi. Mancho, qizimdan bakli faxrlanaman, dedi u Gulziraga. Azob Gulzirani tugashtirayotgan edi. U olimni yaxshi ko'radi. Suygan odamini qutqizolmagani, uni to'sib qololmagani uchun azoblanadi. Muhabbatni shuncha qudratli deydi ekanmiz-yu, zahar muhabbatdanmi qudratlikmi? Xotindanmi yaxshimi? Boladanmi tatliqmi? Undaq emas. Buni olim biladi. Ammo u zaharning qo'liga aylangan. Endi u haqiqiy bir erkakdek tafakkur qilishdan qolgan. Gulziraning olimga ichi og'riydi. Chekmasa butun badallarining chidag'siz holatda og'riydiganligini biladi. Endi u olimni to'sishga amalsiz. Gulzira oxir baldurla pensiyaga chiqdi. Olimni kutish uchun uning eng oxirgi hayotini yaxshi o'tkazishiga hamroh bo'lish uchun. Ammo hozir olimga Gulziraning hamroh bo'lishi muhim emas. Tang asla asiyodi zaharda. Faqat bir qitim chekib yuragini yoshartib olsa, ondan mengisi normal tafakkurga o'talaydi. Acaba zaharning sihriy karomati shunchalik yuqirmadi? U qong'icha chekmasa bo'lmaydigan narsamidi? Olimning hayoti mushu zahar bilan tugashamu? degan savollar Gulzirani tegi yo'q xiyollar qo'yniga boshlaydi. Ammo buncha ko'p savollarga Gulzira javob tepishga ojiz edi. Dilara asta-asta cho'ng bo'ldi. Nurg'un narsalarni tushunib yetdi. Dadasi bilan opasining turmushini o'ylasala, oilaviy turmush ahamiyatsizdek bilinadi. Opasining vaqtsiz oqargan chochlari, g'am andishalarda ko'z atrofiga tushgan qo'riqlarini, bargan siri miskillashib ketgan chiroyini o'ylaganida ikki odam zo'mizo bir uyga kirib elib, tang jafo tortganning nima foydasi deb o'ylaydigan bo'lib qolgan edi. Rostini aytganda, u bundoq tinchsiz oila turmushidan bezor edi. Dadasi opasining bu uyda jidal majra qilganini bilmaydi. Ammo qarmoqqa tip-tinch ko'ringan bu oila mangu tinchsiz bir oila edi. Dilara cho'ng bo'lgan siri o'g'illardan o'zini qochiradigan bo'lib qolgan bo'lib, dadasining zaharlik chekimlik chekish tarixi xuddi bir qora soyidek uningga agishib yuradi. Mana u hozir 21 yoshga kirdi. Ammo uning nurg'un qizlardek qizg'in muhabbat tarixi yo'q. Biror yigit bilan rasmiy yo'sinda aralashib boqqanimi yo'q. Nurg'un yigitlar uningga sevgi izhor qildi. Arqasidan qo'g'lashib boqdi. Dilara xuddi mangu erimaydigan muzdek yigitlarga so'q muomala qilib keldi. Ulardan o'zini qochirdi. Bara-bara qo'g'lashib zerikkan yigitlar qayoqlargadir g'oyib bo'ldi. Faqat qaysarlar uningdan voz kechmagan. Uni izchil qo'g'lashib kelayotgan yigitlarning biri edi.
Faqat Qaysarla uningdan voz kechmagan. Uni izchil qo'g'lishib kelayotgan yigitlarning biri edi. Dilara biladi. Qaysar to'limi kelishgan, aqlliq, ishonchlik yigit. Lekin pishib yetilmagan. Nozik turqi qizlarga o'xshaydi. Kishiga bexatarlik tuyg'usi ato qilinmaydi. Uningsizmi Dilara uning bilan yaqin munosabat o'rnatilmaganligini biladi. Mayli Qaysar uning orqasidan qanchalik mangsun, bu Dilara uchun baribir. Dilara uningga nisbatan qalb darvozasini allaqachon etivatgan. Ammo Qaysarning Dilaraning orqasidan mang'an. Öz samimiyligi va muhabbati orqali Dilarani hamon bir kuni qoyil qilishni o'ylaydi. Dilara har bir qatim Qaysar bilan birga bo'lganida uning opasining "Bu qizning dadasi hali qiz zahar chekadigan olimmi?" degan so'zlari quloq tubida aks sado bo'lib yangraydi. O chaqla Dilaraning maktabga yangi kelgan vaqti edi. Oningdan bir yil burun Shanxayga o'qishga kelgan Qaysar davlat bayrami mezgilida ota-onasining Shanxayga o'ynag'ili kelganligini, billa berib o'ynab kelishini aytib, Dilarani taklif qilgan edi. Bu Dilaraning Shanxayga yangi kelgan mezgili. Hamma narsa uningga nisbatan texi bakla yangilik edi. Uning ustiga u kelgandan bo'yan Qaysar bo'sh vaqt topsala, uni izlab, uningga ko'p g'amxo'rlik yetkazgan. Albatta, Dilaramo uning ko'nglini rad qilmadi. Shunda qilib, bayram kuni Qaysar uning dadasi, opasi va Dilara to'ti birlikda bog'chalarga o'ynag'ili bordi. Hammalarning kayfiyati bakla yaxshi edi. Tushlik tomoqdan keyin aylanib yurganda Dilara tozalik uyga bormoqchi bo'ldi. Uchaylan qo'yuq daraxtlarning orqasidagi uzun o'rindiqda ichimlik ichgach, Dilarani saqlab qoldi. Dilara tozlik uydan chiqib, qaytib kelib, ularga yaqinlashganda ularning parmini anglab qoldi. Ondaqda Dilaraning dadasi hali qiz zahar chekadigan olimmi? deb so'radi Qaysarning opasi. Apa, Dilara anglab qaz ko'ngliga keladi. Bundaq demagina, dadasining zahar chekishi yoki uning sababligi bo'lmasa, dedi Qaysar aloqizada bo'lib. Bu qiz bilan bek orlashib ketmagan, dedi opasi. O'ziga bek o'ngluq, chiroyli qiz bo'pti. Lekin dadasi bu nimligini apa? Mening dadasi bilan nima ishim bor? deb xafa bo'ldi Qaysar. Bo'ldi. Hozir texi bularni o'ylashga bakli boldirg'u. Vaqt kelib, bir uyni tutishga to'g'ri kelsa, qizi bilan tutadi. Dadasi bilan emas. Qalaymiqan gap qilmanglar, dedi Qaysarning dadasimi. Siz undaq deganingiz bilan vaqt kelganda dadasi kimkan desa, zahar chekkichi desa, yuzimizga sat emasmi? Eng yaxshisi uningdan shiraq shursin. Dilara yugurib berib, bek ortiqcha o'ylab ketibsizlar. Dadam rastilla zahar chekadi. Lekin men texsizlarning o'g'linglarni tanlashni xiyol qilib baxmadim. Degisi ketdi. Ammo undaq deyilmadi. Darhol orqasiga qaytib ketdi-da, bir hazadan keyin qaytib keldi. Nim bo'ldingiz? Chiroyingiz boshqacha turadi. Bir yeringiz og'riyotamda? deb so'radi Qaysar kuyingan holda opasiga bir qarab etib. Bu Dilaraga obdalla sabab bo'ldi.
Shundaq. Oshqozinim sal og'riyotdi. Sizlar bilan oxirgacha aylanolmaydigan bo'ldim. Men qaytib ketay. Men billa opirib qo'yay, dedi Qaysar. Yo'q, deb uni rad qildi Dilara. Shu azroq mijozim yo'q. Ansirgidek ish yo'q. Yotoqqa qaytib aramasamla yaxshi bo'lib ketaman. Salomatligingiz toza yaxshi emasmi nima? Ha? So'radi Qaysarning opasi. Tan salomatligimni asaldan yaxshi emas. Kichigimdan tortib tenimdek ojiz. Asallim shundoq og'rib qolaman. Men sizning o'g'lingizga mos kelmayman. Uningga yuk bo'lib qolaman. Demakchi edi Dilara. Ammo yanala Qaysarning ko'ngliga azor bergisi kelmay, darhalla og'zini yumib oldi-da, orqasiga qaramayli ketib qoldi. Amaliyotda Dilaraning immunit kuchi yuqori. Teni sog'lom bo'lib, esini bilgandan tortib ta hozirgacha biror yeri og'rib boqqanini bilmaydi. Bu qizga nima bo'ldi endi? dedi Qaysarning opasi. Undaq gapni qilmang desam unamaysiz. Cho'qim Dilara anglab qolgan gap, dedi Qaysarning dadasi. Anglab qolgan bo'lsa bek yaxshi ish bo'pti. Eng yaxshisi o'zini bilib o'g'limga chaplashib olmasin. Menmo uning anglab qolgan bo'lishini umid qilaman. Apa, nima deyapsiz? Dilara azaldan menga chaplashib olgan ish yo'q. Uni men taklif qilgan. Biz degan noyati bir saboqdashqo, dedi Qaysar achchiqlab. Balam, sen bizning bir talla o'g'limiz. Hamma umidimiz senda. Seni yüz obro'yliq, yaxshi oilaning qizini tepib, baxtli bo'lskan deymiz. Nadigi kaskanmas xalqning qizlari bilan odlashma. Endi uning bilan ko'rishmagin, dedi opasi astoydil nasihat qilib. Qaysar opasidan ranjidi-yu, hech nima demadi. Amaliyotda Dilaraning oshqozni og'rimagan, balki ularning gapini anglab, yuragi og'rigan edi. Necha ming kilometr yiroqlikdagi mushu Shanxaydimi dadasining zahar chekkanligi tufaylidan haqoratga uchraganligi uchun ko'ngli yerim edi. Qaysar shu ishdan keyinmi Dilaradan mehrini o'zanmadi. U xuddi burunqadakla vaqt chiqsala Dilaraga telefon qilardi yoki Dilarani izlab keladi. Lekin Dilara endi burunqiga o'xshamaydi. Qaysarning telefonini olmaydi. Yozgan uchurlarga javob qaytarmaydi. U izlab kelgandimi parvosiz muomala qiladi. Dilaraning tuyuqsiz o'zgarishidan Qaysar allaqachon uning opasining gaplarini anglab qolganligini tushunib yetgan edi. U Dilarani rostilla chin ko'nglidan yaxshi ko'radi. To'liq o'tirda o'qigan mezgillarda bir sinfda o'qimagan bo'lsa-mu, Dilaraga yo'shirun ko'yib yurgan. Faqat ko'nglini izhor qilmagan yerli qolgan edi. Endi qiz bilan muhabbatlik safarni boshlamay turibla, opasining sababidan Dilara uningdan bag'an siri yiroqlashga boshladi. Ammo u yanala voz kechmay Dilarani izlaydi. Uning parvosiz muomalasi oldidimi yanala o'z qizg'inligini ifodalaydi. Aman bir kuni o'z ko'nglimni uningga bildiraman, Dilarani ta'sirlantiraman degan niyat bilan zodila to'xtab qolmagan edi. Ammo Dilara shuni biladiki, bu degan mangu mumkin bo'lmaydigan ish edi. Uning dadasi rostilla zahar chekkuchi bo'lsa-mu, ammo u boshqalarning dadasini zahar chekkuchi deb haqoratlashni xohlamaydi. Ba'zida u do'sti Shamsiyaga havas qilib qoladi. Shamsiya to'lima erkin, rohat yashaydi. Har qancha ig'ir zarbaga uchrasa-mu, bu xil nachar kayfiyatning ta'siridan tezla qutulib chiqa oladi. Muhabbatlashishmi uningga nisbatan o'yindakli ish edi. U Shamsiyaga havas qilishi,
uning shuncha ko'p yigitlar bilan muhabbatlashganligi uchun emas, balki o'z psixikasini to'g'irlab, shuncha ko'p ayrilishlarni, shuncha ko'p tonishishlar bilan davolab, xo'shal-xo'ram yashayotganligi uchun edi. Amaliyotda u Shamsiyaning muhabbatni o'yin o'rnida ko'rishini qo'llamaydi. Muhabbat uning nazarida eng pok, eng beg'ubar bir tuyg'u. Uni xohlagancha dafsanda qilishga bo'lmaydi. Lekin har bir ish Diloraning qalbining cho'nqur qatlamida saqaymas bir jarohat qo'yadi. Uningdan qutulmag'i tas edi. Unimi barliq ishlarni, barliq munosabatlarni, barliq ko'ngilsizliklarni bir uxlabli qo'pib, unutib ketgisi bor edi. Ammo davomliq unda qilolmaydi. Davomliq kayfiyatining changalidan qutulanmay o'zini qiynab qo'yadi. Texi atdiganlar apsi Diloraga telefon qilib, dadasining ahvolining intayin nacharligini aytdi. Apsining telefonida dadasini anglab qolmasin deb ayrim uyga kirib olib, öksib yig'lashlaridan Dilara dadasining ahvolining apsi aytgandami bakrak nachar ekanligini his qilib yetgan edi. Gerçi dadasi bir zaharlik chekimlik xumari bor odam bo'lsa-mu, Dilara uni yaxshi ko'radi. Gerçi uning to'li chekib, ko'kirib ketgan chiroyini, zaharning dardida titrab turgan qo'llarini ko'rishni xohlamasmi? Ammo dadasining quyosh nuriga cho'milgan mushu zaminda davomliq yashashini umid qiladi. Haq, uni zahar chekkuchining qizi desa da'vasin. Faqat dadasi dunyoda hayot bo'lsalar, uni dada deb chaqira olsalar, shu yetarlik edi. Dadasi amdala 45 yoshga kirdi. Ammo uzoq muddatlik kayib sapaliq turmush uni holidan ketkizgan. 70 yoshlik buvisi bilan tursa, buvisidanmi ovora ko'rinadi. Diloraning uningga qarasa ichi etishidi. Bir tarafdan uning irodasizligidan ranjiydi. Bir tarafdan uning vayrona turqiga qarab ichi siyriladi. Bu kuni kechda apsi yana telefon qildi. Dadingizning sizni bir ko'rib og'isi borkan. Kelalasizmi qizim? Degan edi apsi. Ahvol shu darajada ig'irmi appa? Apsi gap qilolmay buqildab shiqladi. Dilara hammani tushundi. Ahvol apsi aytgandanmi ig'ir. Balkim u dadasidan ayrilib qolishi mumkin. Doktorlar oldingi yillar dadasini jigrini butunlay qetib ketibdi degan. Helimi apsining yenidan ayrilmay sistemalik ko'ngil qo'yib ketishi bilan bu kunga keldi. Ammo kunlari uzoq qolmagan edi. Dilara atsila maktabni xabarlandirib, yurtiga qarab ushdi. U oliy maktabga qabul qilingandan boshlab uning barliq rasxodini cho'ng uydagilar ustiga olgan. Dilarani bo'yni qisilib qolmasin deb kartasiga pulni zapas deb beradi. Olim zahar chekkanligi uchun ularning iqtisodiy ahvoli cho'ng dadasi, cho'ng opasining yo'lishiga muhtoj edi. Qiz balaning puli kam bo'lsa bo'lmaydi, deydi cho'ng opasi. Cho'ng hajlang. Hargiz boshqalarninkiga qarab qolmang. Dilara esil yeydi, esil kiyatdi. Berib kelishda aeroplanda o'ltiradi. Bu cho'ng dadasi, cho'ng opasi uchun hech nima emas. Ularning shifoxonasi kun sari gullangan. Kirimi yaxshi edi. Faqat olimlar ularning bosh og'rig'i edi. Taliga olim qizini saqlab turgandekla uni ko'rib, ko'zlarida illiq bir nur chaqnagandek bo'ldi. Qizining sochlarini silmoqchi bo'lgan qo'llari birdilla tushib ketdi. Orqadalla yotoq ichida jig'izar ko'tarildi. Oq sochliq ota-ona qora sochliq o'g'lini o'zitib qo'ydigan bo'ldi. Buningdanmi ochiq alam bormi bu dunyoda?
Dilara qalbidan bo'ron uchqancha qoldi. Dadasizlikdan paydo bo'lgan bo'shliq uni teg'im jimjit, xiyolchan qilib etgan edi. Ko'zlaridan taram-taram yosh to'katdi-yu, bir eg'iz hech nima demaydi, bo'zlamaydi, nola qilmaydi. Bir hafta musibatda bo'lib, dadasining o'stish ishlari oxirlashgandan keyin uydagilar bilan xo'shlashib, yana Shanxayga qarab mangdi. Olimdan ayrilib boshqacha bo'lib ketgan Gulzira uni yig'lig'inicha uzatib qo'ydi. "Tez qaytib kel qizim. Ümidim senda", dedi u. Dilara Urumchi aerodromida Shanxayga uchadigan aeroplanga almish uchun kutish zalida saqlab o'ltirdi. U chiqadigan aeroplan uchadiganga yana vaqt bor edi. "Siz bu yerda nima ish qilyapsiz?" degan ovoz to'satdan uning quloqiga anglandi. Dilara qo'lidagi telefondan ko'zini elib, beshini ko'tardi. Ko'z oldida yomg'irliq kundagi yiliqi natanish er turadi. "Qiziqish. Biz yana bir qayta uchrashib qoldik." Er shundoq degunicha Dilaraning yonidagi o'rindiqda o'ltirdi va mo'risiga esib olgan qora sumkasini yeniga qo'ydi. Shundoq degandek beshini lang'ishtib qo'ydi Dilara. Shanxaydagi yomg'irliq kunda uchrashgan, sochlari qop-qora, chiroyidan nur yig'ib turadigan bastlik yiliqi er Dilaraning engida yanala shundoq ro'shan edi. Aradan faqat bir haftala o'tgan edi, ular yana uchrashib qoldi. "Qarasam, boshqacha g'amkin ko'rinasiz. Oilangizda bir ish bo'lmagandi?" deb so'radi yana ko'ni tanishlardek kuyinganicha. Er to'limi sezgurlik bilan allaqachon Dilaraning musibat tufayli tatargan chiroyi va usti boshlariga qarab nimalarnidir his qilib ulgurgan edi. Dilara yana bir qitim shundoq degandek beshini lang'ishtib qo'ydi. Gap qilmadi. Gap qilsalar yig'lab yetadigandek qiladi. Inson qanchalik tirishchanlik ko'rsatsa-mu, amon ba'zi ishlar oldida, bo'libmi hayotning qonuniyatlari oldida hamini amalsiz. Yanada o'zingizni tutib oling. Chidamliq bo'ling. deb tasalli berdi u ko'ni tanishlardek ham qizg'in holda. "Mening ismim Shirzat. Siz bilan qayta ko'rishgunimdan to'liq xushalman", deb o'zini tanishtirib o'tdi. "Ismim Dilara. Siz Shanxayda o'qiysiz-ku deyman." Yana bir qitim beshini lang'ishdi Dilara. "Men savdo bilan shug'ullanaman. Savdo ishi bilan ko'p vaqtim Shanxayda o'tdi. Shanxay bilan Urumchi o'tirsida to'xtamayman men. Tunji qitim sizni uchratganimda shuncha ko'p notanishlar ichida tanishdik, yaqinlik, issiq ko'ringan edingiz. Yana qayta uchrashib qoldik. Bu-mu bir taqdirning o'rinlashtirishi." Dilaraning kayfi bekla sus edi. Shu tapda uning boshqalar bilan paranglashqisi yo'q. Gap qipli sasa, yig'lab yetadigandek qiladi. Texi dadasidan ayrilgandan keyingi azobliq hislari besilmagan edi. Dilaraning ko'zlaridagi hasrat uchqinlarini ko'rib ulgurgan Shirzat yana so'rab qoldi. "Uyinglarda biror xafalık bo'ldimi?" "Dadam." Dilara shundoq deganicha ikki tomchi yosh ko'zidan sirg'ib chiqdi. "Dil yarangizni qo'zg'ab qo'yibdiman. Kechiring." Deganicha darhol yonchig'idan qog'oz qo'lyog'liqni elib uningga sundi Shirzat. Ular bir oz jimjit o'ltirib ketishdi. "Ko'nglingizni yerim qilmang. Mening dadam kichik vaqtimda o'lib ketibdi-kan. Apam o'qituvchi edi. Enim bilan ishimizni deb qayta to'y qilmay, ham dada, ham ona bo'lib o'zi beqib cho'ng qildi.